Bismillahirrohmanirrohim. Yangi mavzuyimiz tavfiq nima? Tavfiq. Alloh azza va jalladan ixlosini so'raymiz, o'zi tavfiq berishini so'raymiz, o'zi qo'llashini va siz bilan bizga bu darslarning foydali bo'lishiga ko'mak berishini so'rab boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh azza va jalla Qur'onda shunday marhamat qiladi. Astagfiru billah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Va barchangiz Allohga qaytariladigan kundan qo'rqingiz. Qiyomatdan qo'rqinglar. So'ngra har bir jonga qilgan amali uchun to'la jazo beriladigan va hech kimga zulm qilinmaydi. Alhamdulillahi robbil alamin. Hammamiz musulmonmiz. Alhamdulillahi robbil alamin. Allohning borligiga iymon keltirganmiz. Hammamiz jannatni yaxshi ko'ramiz. Hammamiz jannatga kirishni va uning oliy darajalariga yetishlikni xohlaymiz. Hammamiz do'zaxni yomon ko'ramiz. Do'zaxga kirib qolishlikdan, do'zaxga ahil bo'lib qolishlikdan Allohdan panoh tilaymiz. Alhamdulillahi robbil alamin musulmonmiz. Robbimiz bizga amr qilgan, buyurgan buyruqlarni bajaramiz, lekin bajarayotganimizdan ko'ra mukammalroq bo'lishligini xohlaymiz. To'g'rimi? Ana shu amallarni mukammal suratda bajarish bizning foydamiz ekanligini bilamiz. Bilamiz, shuning uchun mukammalroq qilaylik deymiz, amallarimiz yana ham chiroyli bo'lsin deymiz, ammo doimo bunga qodir bo'lavermaymiz. To'g'rimi? G'ayrat bilan, jiddiy jahd bilan, shijoat bilan bir ishni boshlaymiz, ammo bu g'ayratimiz uzoqqa bormay qoladi. Tanish manzarami? Bo'ldi, ertadan boshlab bomdodni masjidda o'qiyman deysiz. Bomdodda o'qiysiz, ertasi kuni o'qiysiz, keyin yaxshi bo'lib qolasiz. Ish to'xtab qoladi. Oxiriga yetkaza olmaymiz. Maqsadimizga yeta olmaymiz. Xohlaymiz bironta bir gunoh qilmaslikni. Xohlaymiz Allohning chegaralari, hadlarini buzmaslikni. Lekin doimo bunga qodir bo'la olmaymiz-da. Kitob o'qishini fazilat haqida ma'ruza eshitdingiz. Kitob insonning aqlini o'stirar ekan. Qayroq tosh pichoqni qayrab o'tkir qilganidek, kitob insonning aqlini o'tkir qilar ekan deb eshitdingiz va qasd qildingiz. Bo'ldi. Ertadan boshlab albatta kitob o'qiyman. Yotishdan avval, uyqudan avval yarim soat albatta kitob o'qiyman deb niyat qilasiz. Niyatli qilmaysiz, kitob ham olasiz. Boshlaysiz ham. Bir kun o'qiysiz, 2 kun o'qiysiz, keyin nima bo'ladi? Tanish manzarami? Bo'ldi. Kechki paytda yeyilgan ovqat odamga zarar ekan. Domlalar ham aytayapti buni, doktorlar ham aytayapti. Bo'ldi, 6 dan keyin kechki paytga, 7 dan keyin ovqat yemayman deysiz. Bir kun yemaysiz. 2 kun yemaysiz. Ya'ni bizni deydi sharoitimizda, o'zbekchiligimizda qiyin ekan domla. Somordagi oshlarda hammasi kechki payt ekan. Bo'ldi. Dushanbadan trenajyorning zaliga chiqaman. Seshanbadan stadionga chiqaman. Chiqasiz 1 hafta, 2 hafta. Keyin nima bo'ladi? To'g'ri aytyapmanmi? Qo'llab qo'yinglar. Hammada bo'lganmi? Qolganlar harakat ham qilmagan, ammo ko'tarmayotganlar-chi. Bular harakat ham qilmagan, demak sizlarga tegishli emas. Qo'l ko'targanlarga tegishli ma'ruza. Demak sizlar ishlanmagan, sizlar hech qachon bu narsani qila olmasliginglarga. E'tiqodinglar mustahkam, shunday qolaveringlar. Birodalar, bu mavzu juda o'ta muhim mavzu. Tavfiq mavzusi. Soddaroq qilib aytaymi, tavfiq nima? Mashinaning roli bormi? Motor har qancha kuchli bo'lsin, mashina har qanchalik yangi bo'lsin, hadovoyi moshni bo'lsin, rol ishlamasa u foydasi yo'q, bir siqim temir. Uni kuch bilan bir 300 ta, 400 ta ot kuchi mashina ishlab turibdi, qaysi tomonga bossiz tortaman deb turibdi. Agar siz aytgan tomonga yurmasa, u mashina sizga kerakli narsa bo'lmaydi. Tavfiq ana shu rul. Ma'qulmi? Yana ham soddaroq misol aytaymi? Tavfiq nima? Haligi
Bolangiz endi tikka turib yurishni boshlaganda haligi 5 ishchilar qiladigan arava bo'ladi. 4 ta g'ildirakli, roli yo'q. 2 ta g'ishtni solib qo'yasiz. 2 ta g'ishtni itarib ketyapti. U bola faqat oldiga yura oladi-da. Shunda siz turib g'ildirakni turtib qo'yasiz oldini. 5 gradus, 10 gradus burib turasiz, chuqurga tushib ketmasdan to'g'ri yo'lga chiqib oladi. Agar tek qo'yib qo'ysiz, borib devorga taqalib qoladi yoki chuqurga tushib ketadi. Tavfiq o'sha g'ildirakni tep to'g'ri tomonga burib qo'yish. Bo'ldi, qasd qildim. Haftasiga 2 marta albatta zalga boraman deydi. 3-4 kundan keyin eski holatiga qaytib qoladi. Tanish manzarami? Bu juda ko'pchiligimiz ustida bor bo'lgan haqiqat. Nimaga shunaqa bo'ladi? Bir qarasangiz, aql xushingiz joyida. Qilmoqchi bo'lgan ishi sizni foyda ekanligiga aniq ishonasiz. Ikkilanmaysiz, boshlaysiz, oxiriga yetkiza olmaysiz. Nima uchun shunaqa bo'ladi? Nima qilsak, mana shunday bir xayriyatli ishlarni davomiy suratda bajarib maqsadimizga yetamiz. Qanday qilsak, gunohlardan osonlik bilan tiyilamiz. Bizga bu narsa uchun nima kerak? Mana shu narsaga yetish uchun bizga nima kerak? Bizga tavfiq kerak. Allohdan bo'lgan tavfiq. Agar Allohdan bo'lgan tavfiq bo'lmasa, biz ko'zimizni ochib yumishga ham qodir bo'lmaymiz. Og'zimizdagi tupurgimizni ham yuta olmaymiz agar Allohning tavfiqi bo'lmasa. Mana 5 mahal namoz o'qiymiz. Har namozimizda Fotiha surasini o'qiymiz. Ihdinas siratal mustaqim deymiz. Parvardigor bizlarni to'g'ri yo'lga boshlagan. Nima? To'g'ri yo'lda emasmizmi? Alhamdulillahi robbil alamin, to'g'ri yo'ldamiz, islomdamiz, iymondamiz. Lekin nimaga doim o'qiymiz buni? Chunki Alloh taolo o'zi to'g'ri yo'lga boshlab turmasa, to'g'ri yo'lda turishingizga tavfiq bermasa, o'zi qo'llamasa, yo'lamasa, siz ko'z ochib yumgunchalik muddatdan ozroq muddatda adashib ketib qolasiz. Agar Alloh taoloning o'zi bizni to'g'ri yo'lga boshlamasa, o'zimizni holimizga tashab qo'ysa, holimizga voy bo'ladi. Agar Allohning tavfiqi bo'lmasa, adashib ketishligimizda shak shubha yo'q. Biz bu yerda tavfiqning ta'rifini o'qiymiz. Tavfiq haqida ummatning ulug'lari aytgan so'zlarini o'qiymiz. Va nima qilsak, tavfiq egasi bo'lamiz. Tavfiq nima? Tavfiq so'zining lug'aviy ma'nosi. Lisonul arabda aytiladi: "Vaffaqahullohu subhanahu lil khayr, alhamahu va huwa minat tawfiq." Alloh uni yaxshilikka muvaffaq qildi, uni yaxshilikka ilhomlantirdi. Mana shu narsa tavfiq deyiladi. Alloh sizni o'zi yaxshi ko'rgan, o'zi rozi bo'ladigan yaxshi ishlarga yo'llab qo'yishi, ilhom berishi tavfiq deyiladi. Mu'jamul Vasitda keltiriladi: "At-tawfiqu minallohi lil 'abd saddu tariqash shar va tashil tariqil khayr." Alloh tomonidan bandaga bo'lgan tavfiq yomonlik yo'lini to'sib, yaxshilik yo'lini oson qilishlik. Tavfiq yaxshilikka bo'lgan ilhom. Tavfiq hidoyat qilish, to'g'ri yo'lga boshlash, yordam. Tavfiq qo'llashlik va muvaffaqiyat. Tavfiq yomonlik yo'lini to'sish, yaxshilik yo'lini osonlashtirish. Vaffaqahulloh, Alloh uni muvaffaq qildi. Tavfiq berdi. Nima degani? Yo'l yo'lini Alloh taolo ochib qo'ydi. Alloh unga tavfiq berdi deymiz. Ya'ni ana shu tavfiq olgan odamni shu ishni qilishga ilhomlantirdi, qadamlarini to'g'riladi va intilayotgan ishlarida muvaffaqiyatga yetkazdi. Tavfiq bu haqni bilishlik. Alloh tavfiq bergan odamgina haqni taniydi. Endi haqni tanib qolishlikni o'zingizlar komil tavfiq emas. Chunki haqni tanib turib amal qilmaslik ham mumkin-da. Tavfiqning komil ko'rinishi haqni taniysiz va unga amal qilasiz. Demak, tavfiq so'zi umumiy suratda iymon, amal, taqvo, Allohning roziligi, baraka
va hamma yaxshiliklarga bo'lgan ilhom. Biz birodarlar tavfiq deganda umumiy insonni Allohning roziligiga olib boradigan ikki dunyoning xayriyatlarini qo'lga kiritishlikni nazarda tutyapmiz. Xo'p. Tushunarli bo'ldi tavfiq. Endi savol bor. Kofirlar ham bu dunyoda ko'zlagan maqsadiga yetyapti. Ularga ham ilhom berilyapti. Ular ham ko'zlagan maqsadiga yetishyapti. Ularniki ham tavfiqmi? Yo boshqa narsami? Qarasangiz, ayni tavfiq, chunki bular ham ko'zlagan maqsadiga yetyapti. Kofirlarni mana shu dunyo maydonida qo'lga kiritayotgan yutuqlarini ham tavfiq desak bo'ladimi? Ya'ni qarasangiz, dunyoda hamma xayriyati bor ularning qo'lida. Dunyo xayriyatlardan foydalanishida ular hammadan peshqadam. Boyligi bor, sog'ligi bor, mansabi bor, quvvati bor, boshqa shunaqa ne'matlari bor. Ular ham tavfiqmi? Yo'q. Biz nazarda tutayotgan tavfiq bu emas. Chunki dunyo maydonidagi muvaffaqiyat boylik bo'ladimi, mansab bo'ladimi, shuhrat bo'ladimi, aql bo'ladimi, tadbir bo'ladimi? Bular Allohning taqdiri bilan sodir bo'laveradi. Ya'ni Alloh taolo ana shu kofirni, Alloh azza va jalla ana shu kofirni boy qilishni taqdir qilgan, boy bo'laveradi. Ammo biz aytayotgan tavfiq bunaqa emas. Alloh odil zot. Dunyo maydonida muvaffaqiyatga erishishlik uchun qanday sabablarni qilish kerak? Kim shu sabablarni qilsa, Alloh uni muvaffaqiyatga yetkazaveradi. Iymoni bormi, yo'qmi farqi yo'q. Dunyo maydonida qo'lga kiritiladigan muvaffaqiyatni qanaqa sababini qilishingiz kerak? Shu sababni qilsangiz, beraveradi. Biz aytayotgan tavfiq Allohning roziligiga olib boradigan, ikki dunyoning saodatiga sabab bo'ladigan ishlarga yetishlik tavfiq bo'ladi. Demak, dunyo maydonida kofirlarning qo'liga kelayotgan xayriyatlar tavfiq deyilmaydi. Men namoz o'qimasam ham ishlarim zo'r ketyapti deydi-yu. Eshitamiz-da shunaqa gap. Mana sen namoz deysan, taqvo deysan, namoz o'qimasam ham, taqvodor bo'lmasam ham beryapti menga desa aytamiz, bu taqdir bu. Chunki sen qilayotgan ishni men ham qilyapman, menga bermayapti. Demak, taqdir bu. Allohni tanish, uning buyruq va qaytarg'ilarini bilish va ana shu buyruq qaytarg'ilarga amal qilishlik haqiqiy tavfiq bo'ladi. To'g'ri-da. Mana haligi Steve Jobs o'lib ketdi. Apple kompaniyasining asoschisi 8 milliard dollar qoldirib. O'sha yashayotgan paytda muvaffaqiyatning ramzi bo'lib qoldi. Steve Jobs desa bu muvaffaqiyatning simvoli bo'lib qoldi, ramzi bo'lib qoldi. Hamma havas qildi, dedi. Mana haqiqiy tavfiq topgan odam dedi. 56 yoshida oshqozon osti bezini raka bilan ketaverdi. Endi quruq ketdi u yoqqa. Tavfiqmi bu? Tavfiq Allohni rozi qiladigan amallarga muvaffaq bo'lish. Allohni rozi qiladigan ishlarni qilishlikka yo'l ochilishi biz aytayotgan tavfiq bo'ladi. Bandani ikki dunyoda ham saodatli qiladigan tavfiq bu taqvo va solih amallarga bo'lgan tavfiq.